Bir boy odam ko'prik quribdi va undan o'tish narxini 1 tanga qilib qo'yibdi. Hamma uning bu ishini qoralab, ziqna, xasis deb so'kibdi. Bir kuni dunyodan ketish oldi boy odam o'g'lini oldiga chaqirib shunday vasiyat qilibdi: "O'g'lim, odamlar meni butun umr yomon nom bilan atashdi. Sen shunday qilginki, men o'tgandan keyin hamma meni yaxshi nom bilan eslashsin." O'g'il esa otasidan keyin ko'prikdan o'tib qo'yish narxini 3 tanga qilib qo'ydi. Shunda odamlar: "Ziqna, bu otasiga o'xshamadi, otasi insofli edi" deb xotirlashibdi. Bundan xulosa shuki, hayotimiz ham aslida shunday. Kimningdir qadrini yomonlarni ko'rgandan keyingina anglab yetamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.